mening kelajakdagi kasbim yoki orzuyimdagi kasbim degan inshoda 4 yo 5 sinflar o'quvchilariga bir ustozi tomonidan insho yozdirtiriladi. Va u uyga berib yuborilganda ayrim o'quvchilar doktor bo'laman, uchuvchi bo'laman, professor bo'laman, prokuror bo'laman, hammasi o'z kelganda bir o'quvchi fermer bo'laman deb ustoz va men so'z anaqada yaxshi emasman, lekin mana shu fermer xo'jaligimni shu daftarga chizib beraman deb va o'zini fermer xo'jaligini mani tushlarimda kirib chiqadi, mana shu fermer xo'jaligim deb har bitta anaqa daftarni varaqlariga yozib chiqadi. Bu mening otxonam, bu mening molxonam, bu mening ekin ekiladigan yerlarim, bu mening sut qayta ishlaydigan zavodim, bu parrandachilik fermam deb har bitta narsani aniq ko'rsatib, chizmalari bilan yozib, mana bu joyda namunali uylar quraman aholiga deb shunaqa qilib tasavvuridagi o'zining orzusidagi fermer xo'jaligini yozib beradi. Va uni ustozi tekshirib, aynan shu bolaga 2 qo'yadi va sinfga borib shu bolalarga mana shu o'quvchi mana shunaqa qilib yozib beribdi deb hamma o'quvchilarga aytadi. Hamma o'quvchilar uni ustidan kuladi. Keyin u bolani bitta zo'r javob qaytaradi. Ustoz, siz bahoyingizni o'zgartirmang, men ham orzuyimni o'zgartirmayman. Kelajakda albatta men shu xayolimdagi fermer xo'jaligini albatta amalga oshiraman. Chunki bu meni har kechasi tushlarimga kirib chiqadi deb aytadi. Va yillar o'tib, 20 yil, 25 yillar o'tib, o'sha o'quvchi o'zi uylaganday fermer xo'jaligini tashkil qiladi va aholi uchun namunali uylar qurib beradi va o'sha joyda, o'sha uylarning birida uning ustoziga beradi, o'zini ustoziga beradi va ustozi o'sha yerda mana shu maqolani yozadi. Endi savol, siz ham shunday qila olasizmi? Ya'ni ustozingizga uy berish shart emas. Ya'ni yoshligingizdagi orzuyingizni ketidan ketyapsizmi yoki kimdir qaysi sohada oila yaxshi, qaysi sohada oila yomon deb sohani yaxshi yomondan ajratyapsizmi? Sohani yaxshi yomoni bo'lmaydi. Sohaga qiziquvchilar o'sha sohani eng yuqori darajaga olib chiqadi. Sohaga qiziqmaydigan odamlar qancha oila bersangiz ham u sohani bir yaxshi qilib eplab keta olmaydi. Shuning uchun o'zingiz qiziqqan sohaga boring. Bu eng zo'r, eng to'g'ri yo'l. Hammangizga rahmat, salomat bo'linglar.